Hop bugün 19-iyun 2026-yil bankdan so'ng tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuv. Bu oy davomida 2 marta 3 marta o'tkazamiz. Bularni uchrashuvni o'tkazishdan maqsad bankimizda bo'layotgan o'zgarishlar, yangi kredit mahsulotlari, qaysi kredit produktga o'zgarishlar, shunaqa narsalarni birdan yetkazib borish. Misol mana tadbirkorlikka qiziqqan oldin bizda birinchi yuridik mijozlar uchun tezkor kreditimiz bor valyutada. Yillik 12%, 3 yil muddatli 6 oy imtiyozli davr. Birinchi oldingisi yangi ochilgan firmaga turar, noturar, transport oladi. 2020 oxirgi 5 yil degan bu yo'q. Endi hozir shu kreditlarimizga bizga o'zgarish kirdi. Endi hisob raqam ochilganga 1 yil bo'lishi shart. Oxirgi 6 oylik oborotiga qarab turib kredit beramiz. Misol garovi 1 milliardlik garov qo'yapti-da, lekin 100 million oborot. Biz asli birinchi oldingi bo'yicha 1 milliardga 700 million, 650 million, 700 million kredit beraverganmiz. Endi o'sha hozir 100 million oborot qilganmiz, o'sha 100 millioniga nisbatan kredit. 1 milliardlik garov bo'lsa. Summasi oshirildi. Ha, faqat endi yurib turgan, ishlab turgan, lekin summasi misol 1 million dollargacha beraveramiz. Summasi oshirildi. Summasi oshirildi. Foizi shu 12%. Shunaqa, agar yurib turgan firma bo'lsa, misol yillik 1 milliard, 2 milliard oborot qilayotgan firmalar borda, asli ishlayotgan. Shularga hech qanaqa masala yo'q. O'sha oborotni beraveramiz. Yo'q, kafillik sug'urta emas, sug'urtaga borib, lekin garov o'sha noturar turar bo'lishi shart. U ham uskatdan o'tgan bo'lishi kerak kirasida. Garov yetmagan qismiga kafillik. Unda yo'q, bunda yo'q. Bunda bu sababi bank o'z mablag' hisoblaydi. Shuning uchun unga unaqa tartib nima yo'q. Endi dastur doirasida kreditlar bor, misol chorva, chara, boshqa kreditlarimiz bor. Misol fond kafilligi yetmasa-da, qaysidir bitta firma kafilligi ashi bilan ham beramiz. U endi boshqa. Bu endi maqsadsiz naqd kassadan dollar o'sha kredit kurs bo'yicha konvertatsiya qilib so'mda beramiz.